Assalomu alaykum. Eshitganmisiz? Bolam yugurib ketayotganda tizzasiga yiqilib deyishadi. Yugurganda tez yugursa tizzasiga tegar ekan. Ko'rganmisiz ham shunday bo'lganmi? Men qanday bo'lar ekanman? Tizzaga tekkan holatda. Tizza tekkan holatda o'tiramiz. Ana sababi. Demak, tizzaga tegishini sababi qurbaqacha o'tirish. Yosh bolalarimiz qurbaqacha o'tirgan holatda suyagida o'zgarish tez sodir bo'ladi. Nima uchun tez bo'ladi? Chunki ular yosh, suyaklari yumshoq, kattalardan ko'ra tezroq sodir bo'ladi. Qurbaqacha o'tirish foydali, ammo qurbaqacha o'tirgandan keyin oyoqni chalishtirib ham o'tirish kerak. O'tiringki, mushaklaringiz bir xil qotib qolmasin. Ham u yoqqa, ham bu yoqqa. Ham ichkariga, ham tashqariga. Agar yosh bola opasini, onasini yoki ayol kishini qurbaqacha o'tirganini ko'rishsa, ular ham o'ziga o'sha narsani to'g'ri o'tirishimiz kerak ekan deb qabul qilishadi. Qo'yman qabul qilishiga. Yosh qiz bola bo'lsin, o'g'il bola bo'lsin, chalishtirib o'tirishsin. Shu holatda to'piqchalardagi o'zgarish bo'lmaydi. Ko'chaga chiqqanda ko'ring, bolalar yugurib ketayotganda qanday yurishyapti? Oyoqlari X shaklda yurishyapti. Oldin qanday yurishgan? Oldin X shaklda yurishmagan. Oldin oddiy holatda yurishgan. Demak, qaysi yurishimiz to'g'ri yurish bo'ladi? Oyoqlarimiz X shaklda emas, oyoqlarimiz bir chiziqqa tushish, bir chiziqqa tushish, bir chiziqqa tushish, bir chiziqqa tushish. Bunaqa yurishlarni gimnastika bilan shug'ullanadiganlar qilish mumkin yoki jangovar san'at bilan shug'ullanadiganlar qilish mumkin. Oddiy uyda kim qiladi bu narsani? Hech kim qilmaydi. Lekin to'g'ri narsani pul to'lab ham o'zgartira olmaysiz, agar yoshligidan e'tibor bermasangiz. O'zgartiring. Qurbaqacha o'tiribdimi, qo'ymang o'tirishga. Ko'proq bolangizni oldida oyoqni chalishtirib o'tiring. Shunda sizdan o'rganadi.